هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Fil tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fil suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Fil Mekke'de nazil bolgan 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Rabbinin fil egillerini qandaq qiyğanlığını kömedingmi? O ularning hiyla mekirini berbat qilmadimi? O ularning ustiga top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapal tashlarni etib, ularni çayını bitilgen samandek kılıvetti. Kabe'ni örüp etmekçi ve onun esirini barlıktan yok atmakçı bulup kelgen fil igillerini tosup geliş bolsa Allah Teala'nın Kureyşliklerge bergen nimetlerinin biridir. Allah Teala fil igillerini yok attı. Ularni baş egdirdi. Ularning Kabe'ni örüp etmekçi bolganligini berbat qildi ve ularni qattiq rasvo qilib keyniga qaytirdi. Fil egilleri Hristiyan dinidagi kishilar bo'lib, ularning shu vaqtidagi dini ahvoli butlarga ibodat qiladigan Qurayshliklarning ahvoliga yaqin edi. Lekin her ikki millat din jihatda bir-birisidan cih farq bo'lmasa-mu, Allah Teala'nın fil egilleriga qarshi Qurayshliklarga yordam berishi Peygamber aleyhisselamның payg'ambar qilinib avatiladiganligiga oldin berilgan bishorat edi. Chunki kuchlik rivoyatga asosan Peygamber aleyhisselam shu yili tug'ilgan. Yani bu xuddi ey Quraysh guruhi, bizning sizlarga yordam berishimiz sizlarning Habashlardan yaxshi bo'lganliginglar uchun emasdir. Bizning sizlarga yordam berishimiz faqat payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan savotsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatish bilan ulug'lamoqchi va kattalamoqchi bo'lgan Kabe'ni saqlab qolish uchundir deganlikdir. Fil egillerining qissasini qisqala qilib bayon qilish to'g'risida. Tövende bayon qilmoqchi bo'lganimiz fil egillerining qissasining qisqacha bayonidir. Biz yuqorida Xandak egillerining qissasini bayon qilganda mushrik va Himyarining podshohlarining eng oxiri bo'lgan Zunuvasning 20 mingga yaqin xristianlarni o'rak ko'lab, o't yiqib o'ltirib etganligini. Ularning ichidan faqat Zosu Laban degan odamning qutulib chiqib Hristiyan diniga e'tiqod qiladigan Shamning podshohi Qaysarning oldiga berib, uningdan yordam talab qilganligini, Habashiston Yamanga eng yaqin yer bo'lganligi uchun uning podshohi Najoshining Dostzu Sualabanga yordam qilishi uchun
Qaysarning Najoshiga qartib do'stu Sualbonga xat yozib berganligini, shuning bilan Najoshining u odam bilan billa Aryad va Abraha ibn Sabah Abu Yeksum deb atildigan ikki qo'mondonni nurg'un askarlar bilan Yamanga avatganligini, u askarlarning Yamanga kirib bulang talang qilish uchun o'ylarni oqtirganligini, Himyarining podshohligini tortib olganligini va Zunuvasning dengizda suvning ostida qilib halok bo'lganligini bayon qilib o'tgan edik. Habashlar Himyarining podshohligini tortib olgandan keyin Yamanning podshohligi ularning qo'liga o'tdi. Yamanga heliqi Aryad va Abraha deb atiladigan ikki qo'mondan boshliq bo'ldi. Keyincha u ikkisining oralig'ida ixtilof yuz berib, bir-biri bilan urush qilmoqchi bo'lib, ikki tarafning odamlari saf tuzishganda, biri yana biriga aramizda mundaq askar tortib, bir-birimiz bilan urush qilish hojatsiz. Men bu maydonga chiqay, sen bu maydonga chiq. Qaysimiz yana birimizni o'ltirsa, shu boshliqlikqa o'ngchi erishidi, dedi. Bu so'zga yana birisi qo'shildi. Shuning bilan u ikkilisi nayzlarini tashlab qo'yib, qilich bilanla maydonga tushishdi. Aryad Abrahaga bir hujum qilib kelib, qilich bilan uning burnini, og'zini va yuzining bir tarafini kesib o'tdi. Abrahaning ozod qilib o'tgan qo'li Aryadga hujum qilib, uni o'ldirib o'tdi. Abraha maydondan yarador holatda qaytib keldi. Yarasini davolatib saqaytdi va Yamandagi Habash askarlarga o'zi yolg'iz bosh bo'ldi. Keyincha Najoshi Abrahaning qilmishlariga ochiqlab, uningga xat yozdi. Xatida o'zining Yaman shahriga besib kirib, uning tuproqiga dasaydiganligiga va uning ko'koli chechini qirqiydiganligiga va'da qilib qasam ichgan edi. Abraha Najoshiga uning o'ziga rahmat qilishini so'rab elchi avatdi. Elchi bilan birga nurg'unlagan so'g'i salomlar, bir qachada Yamanning to'pisi va o'zining qirqilgan ko'koli chechidan avatdi. U elchi bilan yana bir parcha xat avatgan bo'lib, xatda mana bu Yaman shahrining to'pisi. Podshoh mush qachidagi to'piga dasab qasimidan chiqsin va mana ma'u mening ko'koli chechim. Men buni sizlarga avatdim deb yozilgan edi. Bular Najoshiga yetib borganda, u Abrahaning bu qilmishlariga hayron qoldi. Uningdan rozi bo'ldi va uning podshohligini e'tirof qildi. Keyincha Abraha men pat arada Yaman zaminida sizlarga atab tangdishi yo'q bir chirkov soldiraman deb Najoshiga elchi avatdi va San'a shahriga nihoyat katta, egiz va to'rt atrofi naqshlanib zinnatlangan bir chirkov silishga boshladi. Arablar bu chirkovning nihoyat egizligidan uni Al-Qulayyas deb atashdi. Chunki uning nihoyat egizligidan uningga qaragan kishining do'ppisi yerga tushib ketgili tasli qoladi. Abraha bu chirkovni xuddi Makkadagi Ka'baga o'xshash haj qilinadigan bir o'ringa aylantirish uchun arablarning haj qilmoqchi bo'lganlarini bu chirkovga yuzlantirmoqchi bo'ldi va shunday qilishni qo'l ostidagi yerlarga e'lon qildi. Qo'l ostidagi yerlarda e'lon qildi. Bu ishni Adnan va Qahton qabilalarining arablari yomon ko'rdi va bu ish uchun Qurayshliklarning qattiq achchig'i keldi.
Bu ishga achchig'i kelgan arablarning biri berib, kechida u chirkovning ichiga kirib, tahorat qilib qo'yib, qaytib keldi. Bu tahoratni chirkovning xizmatchilari ko'rib kelib, Abrahaga yetkazdi va uningga: "Bu ishni cho'qim bu chirkov kabisiga o'xshib qolganligi uchun achchig'i kelgan arablarning birisi qilgan" deydi. Shuning bilan Abraha Makkaga askar tortib berib, Kabening teshini birma-bir chiqarib, uni xonavayron qilib etishga qasam qildi. Muqotil ibn Sulaymon mundaq deb bayon qildi: Qurayshlik bir qancha yoshlar u chirkovga kirib, uningga o't qo'yib etdi. Bu shamol qattiq chiqqan bir kun bo'lib, chirkovning hammasi kuyib, yerga yiqilib tushdi. Shuning bilan Abraha Kabini yiqitib etish uchun qattiq tayyorlik qilib, o'zini Kabini o'rib etishdan hech kimning to'sib qola olmasligi uchun nihoyat jiq askar bilan yo'lga chiqdi. O'zi bilan billa Mahmud deb atiladigan nihoyat cho'ng bir filni elib oldi. U filni uningga Habasistonning podshohi Najoshi shu ish uchun avatgan edi. U yana o'zi bilan billa u fildan boshqa 8 dona filni ilib olgan degan ko'z qarashim bor. Ilib olgan fil 12 dona edi degan ko'z qarashim bor. Alloh taolo to'g'risini biladi. Uning filni ilib olishidagi maqsadi bo'lsa, Kabening atrofini zanjir bilan o'rab, zanjirlarning uchini bir yog'ochga bog'lab, yog'ochni filning gadiniga qo'yib, filni mangdirib, Kabening temini bir qitimdilla o'rib etish edi. Abrahaning shu maqsad bilan yo'lga chiqqanligini anglagan arablar uning bu qilmishini qo'rqinchli bir ish deb qarab, uning oldini to'sib kelishni va Kabe'ga yomonlik qilmoqchi bo'lgan u kishini kayniga qaytarishni o'zlarining ustidagi bir mas'uliyat deb qaradi. Shuning bilan uning oldini to'sqili Yamanliklarning eng hurmatli odamlari va boshliqlaridan biri bo'lgan Zunafar deb atiladigan bir kishi maydonga chiqib, qavmini va boshqa qabilalarni Abraha bilan urush qilishga va Alloh taoloning uyi bo'lgan Kabini qo'g'dab jihad qilishga, Abrahani Kabini o'rib etmoqchi va vayron qilib etmoqchi bo'lganligidan to'sishga chaqirdi. Ular uning chaqirig'iga qo'shilib Abraha bilan urush qildi. Alloh taolo Abrahani o'zi azob avatib halok qilib, Kabe'ning izzatini va hurmatini kishilarga bildirib qo'ymoqchi bo'lganligidan iborat hikmati uchun Abraha bu urushda ularni yengdi va Zunafar degan kishini asirga tushirib, o'zi bilan birga ilib yo'lini davomlashtirdi. Abraha Hasam degan yerga kelganda Nufayl ibn Habib Hasami Shahron va Nahis deb atiladigan Hasamning ikki qabilasi bilan uningga qarshi chiqib, uning bilan urush qildi. Abraha ularni yengdi va Nufayl ibn Habibni asirga oldi. Abraha uni o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Ammo o'ldirmay Makkaga boshlab aparish uchun uni o'zi bilan birga elib mangdi. Abraha Taifga yaqinlashib kelganda uning odamlari bo'lgan Saqif qabilasi Abrahaning o'zlarining Lot deb atiladigan uyini, ya'ni ibodatxonasi o'rib etishidan qo'rqib, uning oldiga chiqib, uning bilan kelishim tuzdi. Shuning bilan Abraha ularni izzatladi va ular Abu Rig'ol degan odamni yo'l boshlab berishi uchun Abrahaga qo'shdi.
Abraha Mekke'ye yaqin ya bo'lgan Mug'ammasga kelib tushdi va askarlarni mayli to'gi bo'lsin yoki boshqa mollar bo'lsin, Mekkeliklarning o'tlash uchun qo'yib bergan mollarini elib kelishga buyurdi. Elib kelingan mollarning ichida Abdulmutallibning 200 dona to'gisi bor edi. Ularning chorlig'uchi qo'shinining boshlig'i bo'lgan Asvad ibn Maqsud Abrahaning buyrug'i bilan tutib kelgan edi. İbn İshaqning rivoyat qilishicha, ba'zi arablar hatto uni tillab she'rini o'qigan. Abraha hemyerilik Hanata degan kishini Mekke'ga berib, Qurayshliklarning katta boshiga agar ular uning kabini o'rütishiga qarshilik ko'rsatmasalar, o'zining ular bilan urush qilmaydiganligini yetkazishga buyurdi. Hanata Mekke'ga kirganda kishilar uni Abdulmutallibning qishig'i boshlab apadi va u Abdulmutallibga Abrahaning degan gaplarini yetkazdi. Abdulmutallib uningga Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, biz uning bilan urush qilmaymiz. Bizdimi ham uning bilan urush qilg'idek kuch yo'q. Bu Alloh taolaning uyi va Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalom sog'an uy. Agar Alloh taolo u uyni qo'g'disa, u o'zining uyidir va harimidir. Agar Alloh taolo uni qo'g'dimasa, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, bizda uni qo'g'dig'idek kuch yo'q dedi. Hanata uningga sen men bilan Abrahaning qishig'i bag'in dedi. Shuning bilan Abdulmutallib uning bilan Abrahaning qishig'i mangdi. Abdulmutallib Abrahaning qishig'i bag'anda Abraha uni hurmatladi. Abdulmutallib semiz va chiroyli odam edi. Abraha taxtidan tushib Abdulmutallib bilan billa palas ustida o'ltirdi va tarjimoniga "Sening nima hojiting bor?" deb so'rag'in dedi. Abdulmutallib tarjimoniga "Mening hojitim u yig'ib elib kelgan 200 dona to'gamni men qaytirib bersin" dedi. Abraha tarjimoniga "Uningga men seni dastlab ko'rganda ko'zimga nihoyat esil ko'ringan eding. Keyin menga so'zlagan vaqtingda nazarimdan tushding. Men sening va sening ajdodlaringning kabisi bo'lgan uyni o'ritish uchun kelsam, sen menga u to'g'risida so'z ochmay, aksicha elib kelgan 200 to'gi to'g'risida so'z ochamsan" degin dedi. Abdulmutallib uningga "Men to'gining egisi, Ka'biningmi uni qo'g'daydigan egisi bor" dedi. Abraha "U mendan Ka'bini qo'g'day olmaydi" dedi. Abdulmutallib "Undaq bo'lsa, oldingda Ka'ba turibdi" dedi. Ba'zi rivoyatda mundaq bayon qilindi. Qurayshning mo'tivarlaridan bir turkum kishilar Abdulmutallib bilan billa Abrahaning qishig'i berib, agar u Ka'baga chiqilmay qaytib ketsa, o'zlarining uningga Tihama degan yerning barliq mol dunyosining 1/3 berdiganligini aytdi yoki bildirdi. Abraha uningga unimidi va Abdulmutallibga to'gisini qaytirib berdi. Abdulmutallib Qurayshliklarning qishig'i qaytib kelib, ularga askarlardan aziyat kelib qilishdan qo'rqib, ularni Mekkedan chiqib ketib, o'zlarini tog'larning ustida daldiga elishga buyurdi. Abdulmutallib Ka'baning ishikining halqasini tutib turib, bir turkum kishilar bilan billa Abraha va uning askarlariga qarshi yordam tilab Alloh taologa duo qildi. U Ka'baning ishikining halqasini tutib turib mundaq dedi: "Yo'qdir hech bir andisha zodi bizda, har kim qo'g'dar o'zining mol mulkini. Ey Rab,
qo'g'da senmu o'z uyingni, g'olib bo'lmasin kirist egisi tanglo kuni. İbn İshaq Abdulmutallib ishikning halqisini qo'yib berib, kishilar bilan birga tog'larning ustiga chiqib ketdi dedi. Muqotil ibn Sulaymon mundaq deb bayon qildi. Ular askarlarning to'gilariga yo'lsizlik bilan chiqilib qo'yishi bilan Alloh taolaning ulardan intiqom olishini umid qilib, Ka'baning qishida 100 dona to'ygini qurbonlikqa atab qo'yib qo'ydi. Abraha aytisi tongning etishi bilan Makkaga kirishga tayyorlandi. Mahmud ismli filni va askarlarini tayyorladi. Ular filni Makka tarafga qaratganda Nufayl ibn Habib filning qishig'i kelib, uning quliqidan tutib, uningga sen Alloh taolaning haramida sen yoki yetib ol yoki kelgan yeringga qaytib ket deb bo'lib, uning quliqini qo'yib berdi. Shuning bilan fil yetib oldi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Nufayl ibn Habib yugurib tog'ning to'pisiga chiqib oldi. Ular filni qoptirish uchun uni uvdi. Fil qopqili unimidi. Ular uning beshiga palti bilan uvdi va tumshug'iga ilmaklarni kirgizib, tumshug'ini titib etdi. Yani qopqili unimidi. Ular uni Yaman tarafga qarasa, u qopib yugurdi. Sham va kun chiqish taraflarga qarasimi, shundoq qildi. Ammo Makka tarafga qarasa yetib oldi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo dengiz tarafdan qorchug'a va qora qushqashdek qushlarni ularning ustiga avatdi. Har bir qushning tumshug'ida bir, putlarida 2 donadan noqut va yesimuqdek cho'nliqda toshlar bor edi. U toshlar tekkan har qanday kishi o'ldi. Tosh ularning hammasiga tegmadi. Ular yo'l tarafga qarab qochdi va Nufayl ibn Habibning yo'l boshlab menishi uchun uni izlashdi. Bu chaqda Nufayl ibn Habib Quraysh va Hijozning arablari bilan tog' ustida turib, Alloh taolaning ularga tushirgan azobini ko'rib turibdi. Nufayl ibn Habib mundaq she'r o'qidi. Qayerga qochsizlar? Alloh taolo sizlarni izdigichidir. Abraha g'alaba qilg'uchi emas, aksicha mag'lub bo'lg'uchidir. İbn İshaq Nufayl ibn Habib yani mundaq she'r o'qidi dedi. Salamlar bo'lsin sizga ey Rudayna. Siz bilan xursandmiz tongning etishidan. Ko'rolmaysiz, garchi ko'rgan bo'lsangiz, Muhassabning yenida biz ko'rgan ketmishdan. Xursand bo'latdingiz u chaqda ham. Kechiratdingiz meni bu ishdan. Perişan bo'lmasdik ko'nglingiz muhim. Echinmaydi yo'qotqinimizdan. Qushlarni ko'rib aytdim hamdi Allohga. Qo'rqdim qushning boshlog'i tosh etishidan. Hamma askarga go'yo men qarzdordekla. Hayronman Nufayli qini deb meni so'rashidan. Ata ibn Yasar va boshqalar shu vaqtning o'zida ularning hammasi o'lmadi. Ularning ichida shu yerning o'zida o'lganlar bor. Qechib ketayotganda so'ngaklari bir-birlab ajrab tushib o'lganlarmi bor. Abraha bo'lsa qechib ketayotganda so'ngaklari
bir-birlab ajrab tushib o'lganlarning biri edi. U qochib chiqib Hasam degan shaharga berib o'ldi dedi. İbn İshaq mundaq dedi. Ular qochib chiqib yo'l ustida va do'qmushlarda yiqilib tushib halok bo'ldi. Abraha yaralandi. Ular uni o'zlari bilan birga elib mangdi. U taki San'aga yetib kelib, bo'g'icha bir barmoqdan tushib tugab, xuddi bachkidek bo'lib qoldi. Ularning qarashicha Abraha hatto ko'krik yerilib chiqib ketib bo'lgandan keyin o'lgan. Subhanalloh, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. İbn İshaq yana mundaq dedi. Allah Teala Muhammed aleyhisselamni payg'ambar qilib avatganda Qurayshlarning dunyodagi ish amallarining davom qilishi uchun ularni Habashlardan qo'g'diganligining o'zining Qurayshlarga ato qilgan ne'mati va qilgan marhamatlarining biri ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbingning fil egillarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi? U ularning hiyla mekrini barbod qilmadimi? U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sopol toshlarni etib, ularni chaynib etilgan samandek qilib etdi. Quraysh qo'g'dalganliklari uchun ular qishliq va yozliq safarida qo'g'dalganliklari uchun bu uy, ya'ni Baytullohning Rabbiga ibodat qilsinki, u ularni ochliqda oziqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Ya'ni Allah Taolaning shunda qilishi, Allah Taolo ularga bir yaxshilikni, ya'ni islom dinini berishni ko'zlab, ularning burunqi ahvolidan ozroqmi bir narsa o'zgarib ketmasin deganlik uchundir. U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir Ishaq ibn Abdullohning u qushlar top-top qilingan to'gilardek top-top edi deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas u qushlarnikidek tumshuqlari va itlarnikidek tirnoqlari bor qushlardir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrima u dengizdan chiqqan qushlar bo'lib, ularning boshlari xuddi yirtqich hayvonlarnikidekdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ubayd ibn Umayr u tumshuqlarida va tirnoqlarida tosh olgan, rangi qora kelgan dengiz qushlaridir dedi. Yuqorida bayon qilingan bu rivoyatlarning hammasi to'g'ridir. Ubayda ibn Umayra yana mundaq dedi. Allah Taala fil egillarini halok qilmoqchi bo'lganda dengizdan qarchug'a va qari qushqachdek qushlarni ularning ustiga avatdi. Har bir qushning tumshug'ida bir putlarida 2 bo'lib jami 3 tane tosh bor edi. Qushlar kelib ularning boshlarida sap tuzib turdi. Ondan ular qattiq bir sayridida o'zlarining tumshuqlaridagi va putlaridagi toshlarni tashladi. U tosh odamning beshiga tegsa, uning orqa maqadidan chiqib ketadi. Agar yon tarafga tegsa, uning yana bir tarafidan chiqib ketadi. Uning ustiga Allah Taala qattiq bir shamolni avatdi. Shamol toshlarni urdi. Shuning bilan toshlarning besimi texmi oshdi-da, ularning hammasi halok bo'lib ketdi. La ilaha illalloh. Ularni chaynib etilgan samandek qilib etdi. Ya'ni Allah Taala ularning hammasini halok va barbod qildi. Allah Taala ularning
maqsadlariga ozroqmi yetkazmay, ularni o'zlarining hiyla mikrlari va ochiqlari bilan qaytirdi. Ularning ko'p qismi shu yerda halok bo'ldi. Ularga tushgan azobni o'z qavmiga xabar berish uchun birarsi o'z shahriga qaytgan bo'lsa, u xuddi ularning podshohi Abrahadek yordar holatda qaytdi. Abrahamu shu shahri Sanoaga yetib borganda ko'kragi yerilib chiqib ketgan va ularga bo'lgan ishlardan xabar berib bo'lib o'lgan. Abrahadan keyin uning balasi Yaksum uning o'rniga podshoh bo'ldi. Yaksumdan keyin uning qarindosh podshoh bo'ldi. Keyin Humayrilik Zuyazining o'g'li Sayf Kisroning qishig'i berib Habashlarga qarshi yordam talab qildi. Kisro uning bilan askarlarini avatdi. Askarlari uning bilan birga urush qildi. Shuning bilan Alloh taolo Sayfga uning ajdodlarining podshohligini qaytirib berdi. Uni tabrikligili arablardan elchilar keldi. Biz Sura Fathida Payg'ambar alayhissalom yurib mushriklarning ustiga tushadigan davonga yaqin kelgan chaqda uning to'gisining cho'kib olganligini, shuning bilan kishilarning to'gini qopirish uchun uni silkiganligini, to'gining yanla midirlamay turib olganligini, ondan kishilarning qasva turib oldi deyishganligini, Payg'ambar alayhissalomning qasva turib olmadi. Bu uning odatimi emas, lekin uni fe'lni to'sqichi Alloh taolo to'sib oldi deganligini, hamda Payg'ambar alayhissalomning yana mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, bugun Qurayshlar mendan Alloh taolo haramda urush qilishni cheklashdan iborat hukmni ulug'laydigan biror plan loyihani so'rab qolsa, uni ularga berib o'taman deganligini, ondan Payg'ambar alayhissalomning to'gini bir silkishi bilanla to'gining sakrab turib ketganligini bayon qilib o'tgan edik. Imom Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning Makka fathi bo'lgan kuni mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Alloh taolo fe'lning Makkaga kirishini to'xtatib qoldi va uningga payg'ambarini va mu'minlarni ega qildi. Bugun uning hurmatini to'kishning haromligi xuddi uning tunugunki haromlik holatiga qaytdi. Bilinglarki, bu so'zimni bu yerda bor kishilar yo'q kishilarga yetkazsin. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Fil surasining tafsiri tugdi. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.